Assalomu alaykum kanalimizda obunachilari, zan doimiy kuzatuvchilar. Mana bugun yana bitta bir Monster drobilkamizning eng kichkina mini Monster drobilkamiz bo'ladi. Buni ko'rsatib obzor qilib beramiz. Mana parametrlarni ko'rsataylik buni. 3 kilovatlik motor bilan, max motor bilan jihozlangan mis motor. Oddiy 220 tokda ishlaydi mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu Monster drobilkamizning eng kichkina varianti hisoblanadi. Bu bir tejamkor, nima deydi, chorvasi kamroq insonlar uchun 220 ga ishlaydigan varianti bu. Mana ichidagi mana molotok pichoqlarni bitta ko'rsatib o'raylik mana. Hozir buni ishlash jarayonlarini ham videomiz davomida qo'yib beraman. Mana sitkamiz turibdi. Sitkasi buni mana ichida hozir eng maydasidan sal kattaroq turibdi. Mana maydarog'i, keyin bitta yirikroq mana ikkita yana qo'shimcha sitkasi bor. Bu mana motorimizni ko'rsataylik. Mana mis motor 3 kilovatlik max motor. Kabellari qalin, mana shunaqa jihozlangan. Datchiklarni ham ko'rsatishingiz mumkin. Bashi mochli motori ham. Mana sikloni bilan bor mana shunaqa. Mana hozir mana bu donimizni bir ko'rsatib beramiz. Chiqazi mana bunaqa hali sutilmagan don bilan mana bunaqa mana sutilgan makka jo'xorimizni o'tkazib ko'rsatib beramiz bularni. Hozir buni qotiramiz. Mana o'tkazish jarayonlarini ham hozir sizlarga sirasi mana shu video davomida qo'yib beramiz. Oddiy mana sitkasi qo'yilgandan keyin buni qotirib qo'yish ham qiyin emas umuman. Ham narxlari ham arzon bularni, unaqa qimmat emas. Monster drobilkan 380 ga ishlaydiganlarni narxiga nisbatan ancha arzon. O'shaning uchun pulim kamroq, 380 tok bizagacha yetib kelmagan degan akalar uchun hozir o'tkazib ko'rsatib beramiz. Bu ham yaxshigina ob'yomda chiqazib beradi. Soatiga mana ko'rsatilgan. Mana 500-600 kilo soatiga doningizni bemalol maydalab beradi. Bunday o'rtacha bir mahallalarda tadbirkorlik qilsa ham bo'ladi buni. 500-600 kilo uncha kam emas-da. Mana tayyor qotirib oldik. Mamunimizni ochib yopib kechimishdi bitta. Mana ligirovka qilib olsak mana. Ochib yopadiganimizni ham ligirovka qilib oldik mana. Endi bunga avval mayli mana bu donimizni olamiz mana. 8 kilocha donimizni solib olamiz o'tkazishga. Endi tokimizni qo'shamiz. Bemalol hozir bularni oddiy tokda tokimiz tam vazni 50 kilo motordan tashqari. Motordan tashqari og'irligi mana bu korpusdan tashqari 50 kilo bu. Mana bu siklonlar kirmaydi. Mana shu korpuschasining o'zi 50 kilo bo'ladi. Tokimizni tak tiqamiz bo'lmasam hozir. Mana tokimizni ko'rsataylik mana 205 tokda hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana donimizni va ketyapti mana normada. Shuni otib qo'yasiz mana o'zi ketaveradi mana. Mana 195 tok bilan ishlayapti mana. Ko'paytiramiz hozirroq. Mana.
hozir mana bu cho'tadan hisob o'tkazib ko'rsatib beraman buni. Donimiz o'tib bo'lgandan keyin mana donimiz o'tib bo'ldi. Endi cho'tadan solamiz. Ha. Cho'talarimizni hisob ko'ramiz. Mana chiqayotgan cho'tanimiz tanasi bilan maydalab chiqaryapti. Ko'rishingiz mumkin. Ha. Ko'ring mana. Malol sepib bersa bo'ladi chorvada har qanday molga yuqadigan bu mana hozir mana bunisini tanasi bilan o'tkazdik. Mana ko'ring. Hech qanday bilinmay ketdi, donga qo'shilib ketdi. Sutan tanasi bilan o'tkazdik. Boyagi bir satal o'tkazgan donimiz bilan sutan tanasi bilan o'tkazdik. Oddiy 220 tokka ishlayapti. Просто chang emas. Buni hozir bizlar to'g'risi ustanovka qilib olganimiz yo'q. Buni chiroyli qilib mana shunaqa qopcha bilan bitta balandroq yashikni ichiga qo'ysangiz, yashik tepasi yopiladi. Buni har bir tegirmonchi biladi. O'shanaqa qilib o'rnatib olasiz, changimaydi o'shanda. Keyin mana bu joydan dimoxod qilinadi-da, tashqariga chiqazib qo'yiladi, o'shanda umuman changimaydi. Bizda hozir bunaqa sharoitimiz yo'q. To'g'ridan to'g'ri ko'rsatyapmiz. Kimga mana shu Monster Drabilkamizni oddiy 220 tokka ishlaydigandan kerak bo'lsa, mana shu kanalimiz pastidagi raqamlarga murojaat qilasiz. Manzilimiz Toshkentda. Mana shu yozilgan narxlar bilan O'zbekiston bo'ylab dostavkasi mutlaqo bepul. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.